Mana dajdevik zamburug'i, ya'ni yomg'ir zamburug'i o'zbekchasiga aytganda. Agar bu hozir yaxshi holatda buni yesa bo'ladi. Hali vaqt o'tgani yo'q. Lekin vaqt o'tgandan keyin mana bu holatga keladi. Mana ko'rishingiz mumkin, qorayib. Shu darajaga yetmasa, qoraymasi, buni qovurib yuvorish kerak. Uzoq saqlab bo'lmaydi uzganingizdan so'ng. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham shirin, delikates. Yesa bo'ladi. Faqat shu yeyishdan oldin ozgiroq qaynatib olish kerak menimcha. Ehtiyot shart. Vaqt o'tkazmasdan. Mana vaqt o'tgandan keyin qanaqa holatga kelishi ko'rishlaringiz mumkin.